Yangi 2026 Chevrolet Cobalt qaytdi va bu nom ko'pchilik uchun begona emas. Cobalt yillar davomida ishonchliligi, arzonligi va oddiyligi bilan tanilgan avtomobil bo'lib, u ilk bor 2000 yillarning boshida Chevrolet oilasida paydo bo'lgan. O'sha paytda Cobalt asosan kundalik hayot uchun qulay, xizmat ko'rsatishi oson va mustahkam sedan sifatida mashhur bo'ldi. Oradan yillar o'tib, bozordan vaqtincha chekingan bo'lsa-da, 2026 yilda u butunlay yangicha ruhda, zamonaviy ko'rinish va texnologiyalar bilan yana qaytdi. 2026 Cobaltga bir qarashdayoq bu avvalgi tanish model emasligini his qilasiz. Dizayn ancha o'zgargan. Old qismida ingichka LED farlar, kengroq radiator panjarasi va sportcha chiziqlar paydo bo'lgan. Yon tomondan qaralganda avtomobil pastroq va cho'zilgan ko'rinadi. Bu esa unga zamonaviy sedanlarga xos dinamika beradi. Orqa qismi ham soddaroq, ammo zamonaviy chiroqlar va aniq chiziqlar bilan bezatilgan. Umuman olganda, yangi Cobalt tashqi ko'rinishi bilan endi nafaqat budjet mashina, balki zamon bilan hamnafas avtomobil ekanini ko'rsatadi. Salon ichiga o'tsak, bu yerda ham sezilarli yangilanishlar bor. Oldingi avlodlarga qaraganda materiallar sifati yaxshilangan, panel dizayni esa minimalistik va qulay. Markaziy qismda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u Android Auto va Apple CarPlay'ni qo'llab-quvvatlaydi. Bunda boshqaruv tugmalari, raqamli yoki yarim raqamli panel, konditsioner, elektr oynalar va xavfsizlik yostiqchalari kundalik foydalanish uchun yetarli qulaylikni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlar ham oilaviy foydalanish uchun qulay.